8 metrlik koridor. Mana bu yog'i birli doroshka solindi. Zolotistый trubka. Nima ishda unda ramka bo'ldi. Ular berdik. Imom sirpanmasligi uchun rezinka tagiga qo'yib berganmiz. Yupqa rezinka bu. Sana ikkinchi etajga chiqamiz. Mana bu yerda ham ularni keltirib ramka qilib berdik. Hop, o'rtasidan qisqartirib, yana bu yoqlardan ham buni keltirib qo'yganmiz. Bu yoqda mana chiqarishdi. Ramka qilib berganmiz. Orqasi bunga ham tagiga rezinka solib qo'ydik, sirpanmasligi uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom etinglar.